Assalamu alaikum muhtaram televizorchilar, ko'rayotganinglar Erkin Osiyo radiosi to'g'ri televiziyasining haftalik xabarlar programmasi. Mazkur programmamizda mush bir hafta jarayonida Uyg'urlarga doir berilgan bir qism muhim xabarlarimizni eslatib o'tamiz. Men Erkin. Men Gulchehra. 12 noyabr Uyg'urlarning hozirgi zamon tarixida orqa-orqadan qurgan ikki qitimliq Sharq Turkiston Jumhuriyati xotir kuni. 1933 yılı 11. ayının 12. günü ve 1944 yılı 11. ayının 12. günü Uygurlar öz vatanida başka qarindosh xalqlar bilan birga ikki qitim Sharq Turkiston Cumhuriyeti e'lon qilgan. Vatandaşlarım, Uygurlar ve Amerika'dan kelgan mehmonlar, hammalarning kelganiga rahmat. Ham Milliy hem vicdani burchi deb ko'rsatdi. Norvegiyada turishliq Uyg'ur yosh naqsh havaskori Eldos Xayrat 2015-yillik Norvegiya talant sahnasining yerim hal qilg'uch musobaqasiga tanlangan. Yosh naqshchi Eldos bu yil yozdan buyon o'zining yurtim, ana qatorliq bir yurish lirik naqshlari bilan Norvegiya sahnasida ko'z ko'rinishga boshlagan edi. U Norvegiya talant sahnasining oldingi bir qancha qitimliq mahorat ko'rsatish musobaqalarida izchil natija qozonib, necha ming mayir ichidan yerim hal qilg'uch musobaqasiga kirgan 54 mayirning biri bo'lib qolgan. Eldos Xayrat 13 noyabr, ya'ni juma kuni Norvegiya vaqti kech soat 7:30 da Osloda o'tkaziladigan yerim hal qilg'uch musobaqasiga qatnashdi ekan. Radiomizning aniqlashiga qaraganda Aqsuning Aykuleysidagi 18 yoshlik Ali Mahmud terrorlik tashkilotiga rahbarlik qilgan degan jinoyat bilan ayblanib, muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilingan. Ma'lum bo'lishicha, Ali Mahmud 2014 yılı 9. ayının oxirlari Aqsu shahridagi texnik ishchilar maktabidan tutib ketilgan. 2015 yılı 7. ayının 15. günü Ali Mahmud sotlanib, muddatsiz qamoqqa hukm qilingan. Uning oila tavabati sotqa qatnashtirilmagan. Egallanishicha, Ali Mahmudning oilasi yaqinda o'g'lining Urumchidagi 5. turmaga yetkazilganligi haqida turma doiralaridan xat topshirib olgan. Xatda Ali Mahmudning terrorlik kuch to'plash, rahbarlik qilish jinoyati bilan ayblanib, muddatsiz kesilganligi eskartilgan. Xitoy hukumati Uyg'ur elida 1986-yili planliq tug'ut siyosatini rasmiy yo'lga qo'ygandan buyon shahardagi Uyg'urlarning 2, yez nopostagi Uyg'urlarning 3 nafar farzandlik bo'lishini belgilagan edi. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy Kompartiyasi yaqinda qaror chiqarib, Xitoylarning birdek 2 farzandlik bo'lishini yo'lga qo'yganligini e'lon qilgan. Bu hol Xitoyda bir farzandlik planliq tug'ut siyosatiga xotim berilganligini ko'rsatmoqda. Kuzatuvchilar Beijing hukumati Xitoy aholilarining 2 farzandlik bo'lishini tasdiqlagan bo'lsa-mu, biroq doiralar Uyg'ur elida bo'libmi, Uyg'ur elining janubida planliq tug'ut siyosatini yanada kuchaytirayotganligi ma'lum deb hisoblamoqda. Egallashimizcha, doiralarning navbatda Uyg'ur elida aqliy iqtidorli telefon ishlatuvchilarga bo'lgan kontrolligining qattiq kuchayayotganligi ma'lum. Radiomizning naq maydondan ahvol egallashicha, bu yil 7 oylarda Avat Noyilik sot mahkamasi 30 necha Uyg'ur gumondorga jazo hukm e'lon qilgan. Muqimlik kadrlarining ilgari surishicha, hukm e'lon qilinganlar ichida Avat Noyisining Yangi Yeza Ustun Langar kentidan 3 kishi bor ekan. Ularning hammasi telefonda diniy mazmundagi uchur tarqatgan degan jinoyat bilan ayblangan. Bulardan 22 yoshlik Husanjonning 15 yillik muddatli qamoq jazosiga hukm qilinganligi ma'lum bo'ldi. Egallanishicha, doiralar bu yil Urumchida Yanshingning ismli bir Xitoy loyilagan buz chiqarmaydigan issiz kavobdanga zo'r mablag' ajratganligi ma'lum. Mazkur kavobdan oldi bilan Urumchida ondan butun Uyg'ur eli miqyosida umumlashtirildi ekan. Ma'lumki, kavob Uyg'ur an'anaviy milliy taomlari ichidagi eng mo'tabar yemak turlarining biri. Urumchining o'zida Uyg'urlar mangdirayotgan an'anaviy kavobdanlarning 8000 dan oshadiganligi ma'lum. Kuzatuvchilar doiralarning ko'k osmon qurilishi, madaniy va pokiz shahar qurish degandeklarni bahona qilib, Xitoylar bozorga solgan issiz kavobdanni rayonda majburiy umumlashtirishi Uyg'ur an'anaviy tomoq madaniyatiga xiris ilib keldi deb qaramoqda. Muhtaram televizorchilar, yuqorida Erkin Osiyo radiosi to'g'ri televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.